Assalomu alaykum akalar, bizni Qoraboltadagi Novoy Nikolaevka degan joydagi o'choqlarimiz bitdi. Zakaz qilmoqchi bo'lganlar dekabrga zakaz olamiz. Noyabrgacha o'chirtlarimiz bor. Surat so'raydiganlar Telegram kanalimizda Stroy Story deb kirib ko'rishingiz mumkin. TikTokdagilar YouTube'ga o'tib Stroy Story deb yozib YouTube orqali to'liq ma'lumot olishingiz mumkin va 0755 39 14 00 nomer orqali WhatsApp, Telegramdan aloqaga chiqishingiz mumkin. Savollar va fikrlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirib, o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Mana tutun ichiga kirib ketadigan tandirimizni o'tlar mana tepaga qarab tutunlari so'rayapti mana tepaga. Mangallar agniporniy g'ish, облицовочный g'ishlari bavarskiy, eshiklari o'shdiki. Mana birinchi qozonmamiz filaga. Bunda choy qaynatadi. Mana suv qaynaydi. Va choyni mana bu yerdan qo'yadi. Eshiklari o'shdiki. Qozonlari rossiyskiy qozon, termostoyka kraskada kraskalangan temirlari, qopqog'i nerjaveyki qopqoq. Kafillari bishkediki. Movi moykasi, рабочий stoli bilan ovqat qilganda sabzi, piyoz to'g'raydigan joyi va рабочий stoli, issiq suv, sovuq suvsi bor. Рабочий stollar taylari arka bo'lib bo'ldi mana. Keyingisi mangal, ishlari agniporniy g'ishtdan, rossiyskiy. Tashqarisi shu bavarskiy kirpishdan gullar ochilib bo'ldi. 15 ta shashlik sig'adi. Keyingi qozon 28 litrli qozon. Nerjaveyki eshikda rossiyskiy. Undan keyingi qozonimiz tezroq operator. Bo'ldi shaytir. Undan keyingi qozonimiz 110 litrlik rossiyskiy qozon. Eshiklari o'zimizning o'shdiki, termostoyka kraskada kraskalanib va tutuni ichiga kirib ketadigan tandirimizni agniporniy g'ishtdan urdik. Loy tandir emas. Buzilib ketsa qayerdan almashtiradi degan gap bunda bo'lmaydi.